Rikşemizden devamı, hürmetlik vatandaş. Bugün Çislak 2022 yıl 8. ayının 9. gün. Demek vatandaşım, Uyg'uristonda ishlab chiqariladigan paxta bütün yer şarda ishlab chiqariladigan umumiy paxta mahsulotining 54-22%ni egallaydi. Hech nimaga tayanmay mushu paxtaga tayinib qudratli davlat qura oladi ekansan, Uyg'ur. O'xshashli yana Şinjan. Uyg'ur Avtonom rayoni mustamlik Uyg'uriston yer osti konboyliklari. Diqqat vatandoshlar. Intayin mo'l bir rayondir. Şinjandan yana mustamlik Uyg'uristondan xom nefrat, ko'mir, tabiiy gaz, mis, senk qatarlı. Meyada Xitaychadan 4-5 varken tercüme kılamadım, logadım yok vatandaş. Bilel yok huvate deydi. Yani birisi tede tömür emako. Yani birisi mis. Mis mi var ki? Qatarlık. 138 xil madan baylığı var. Şinjan Uyghur Avtonom rayonunun yani mustamlik Uyg'uristonning 138 xil madan baylığı var. Şinjan Uyghur Avtonom rayonida, yani mustamlik Uyg'uristonda ishlab chiqarilgan energiya baylığının ko'p qismi Xitoy davlatiga ishlatiladi. Lekin pishiqlab ishlangan tovar buyumlarning mutlaq ko'p qismi eksport qilinadi. 2019 yılı Şinjan'da paxta ishlab chiqarishning umumiy miqdori 5 milyon tonna bo'lib, yer shari bo'yicha paxta ishlab chiqarishning 19%ni egalladi. Bu nimisan ayadan deyildi, bu yerda bundaq. Mayli deyli 5 milyon tonna bo'lib, yer shari bo'yicha shu yillik paxta ishlab chiqarishning 19%ni egalladi. Şinjan Uyghur Avtonom rayonida mustamlika Uyg'uristonda ishlab chiqarilgan paxta Jungoning ichki qismiga, ichkari Xitoyga elib ketilib, egirilgan jip, paxta to'qilma mahsulotlari va kiyim-kechak ishlab chiqarib, dunyoda har qaysi ellarga eksport qilindi. Eksport qiladi. Garchi Amerika Qo'shma Shtatlari Şinjan Uyghur Avtonom rayonidan import qilingan paxta mahsulotlarining Amerika bozoriga kirishini cheklagan bo'lsa-mu, lekin Şinjan Uyghur Avtonom rayonida mustamlika Uyg'uristonda ishlangan paxtaning xalqaro kirishini, ya'ni xalqaro bozorga kirishini cheklab qola olmadi. Bu yerda Amerikaning cheklab qolanmaganligi nima deymiz? Yiligar Xitoy yiligar degiga Amerika taqabul turamadi degan mazmun chiqamdi, cheklab qola olmadi. Amerikaning bozoriga kirmadi paxta, lekin dunyoning boshqa bozorlariga chiqibdi, kiribdi dedi. Şinjan Uyghur Avtonom rayonida, ya'ni mustamlika Uyg'uristonda ishlab chiqarilgan yana bir yezigilik mahsuloti pomidor shernisi 2019 yılı 35.600 tonna ishlab chiqarilib, dünya bo'yicha ishlab chiqarilgan pomidor shernisining 4dan 1 qismini egalladi. Ya Allah Xudo. Xuddi paxta terish va paxta terib olishga o'xshash. Xuddi paxta terish va paxta terib olishga o'xshash texnikalik talabi tuvan, Pasıl xarakterlik işçi talep qiladigan pomidor o'stirish
mecburi emgekke çetişlik naiti yokkur, emgek küçü talep kıladigan sahadır. Amerika Qo'shma Shtatlari 2021-yili Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonidan yoki mustamlik Uyg'uristondan pomidor shernisi import qilishni chekladi. Lekin pomidor shernisi eksport qiladigan boshqa yo'llar, masalan, Shimoliy Amerika va xalqaro bozorga kiradigan boshqa yo'llarni to'sib qola olmadi. Dünya bo'yicha ishlab chiqarishning 27%ni egallaydigan pomidor shernisi uzun talaliq paxta yer shari bo'yicha ishlab chiqarishning 54-22%ni egallaydi. Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonida mustamlik Uyg'uristonda ishlab chiqarilgan ko'p qirliq koyish dünya bo'yicha ishlab chiqarishning 40%ni egallaydi. Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonida, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda ishlab chiqarilgan tosh paxta, men shundaq tarjima qildim, liyuxatim. Dünya bo'yicha ishlab chiqarishning 22%ni egallaydi. Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonida ishlab chiqariladigan, ya'ni mustamlik Uyg'uristonda ishlab chiqariladigan sun'iy tala dunyo bo'yicha ishlab chiqarishning 10%ni egallaydi. Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonida mustamlik Uyg'uristonda ishlab chiqariladigan shamol kuchi bilan tok hosil qiladigan motor butun dunyo bo'yicha ishlab chiqarishning 13%ni egallaydi. Jungoning statistika ma'lumotlariga asoslanganda Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonidan butun dunyoga eksport qilingan mahsulotlardan qaraganda 2021-yili Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston qatorliq davlatlarga eksport qilindi. Amerika 8-o'rinda turdi. Shu yilda Amerika bilan Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni o'rtasidagi savdo $300 milyon bo'ldi. Washington yuqori darajalik davlat mudofaa tadqiqot markazi ning dokladida bunday ko'rsatildi. Statistikada Şinjanning iqtisodiy faoliyatlari va eksport ahvoli umumiy jihatdan ko'rsatilgan bo'lsa-mu, amaliy ahvol bundan murakkab. Chunki ko'p ahvollarda Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonidan chiqadigan xom ashyo boshqa rayonlar va davlatlarda pishiqlab ishlanib, dunyoning har qaysi joylariga eksport qilinadi. Masalan, men o'zimning 5 o'tgan yak o'z ko'zim bilan ko'rganim vatandoshim ko'rla nashfuti yeshiklarga qochilinib, pudab tozalab, tomg'i bosilib, Xitoy tamoyilisidan chiqqanda nima deb yozilibdi udan? Nanjingda ishlangandir. Tushundingizmi? Bunun ikki ehtimolligi bor. Biri Şinjan desa, Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni desa, bu yerda atom portlatadigan makon yoki atom harbiy bazasi, shunga bu yerda nashbutda shaharlik moddalar bo'lishi mumkin-da. Chet ellik setib olmaydi deb qo'rqqan bo'lishi mumkin Xitoy. Ikkinchisi, Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonidan ko'rli chiqadi. Uni Uyg'urlarni xalqaro bozorga elib chiqish huquqi yo'q. Biz satamiz. Biz Nanjinglik, Jiangsulik, Beijinglik, Xonanlik satamiz. Bunun foydasidan Xonanlik biz mantiyemiz. Uyg'urlar bunu ishlab chiqargan Uyg'urlar qoqsanan bo'lib, gada bo'lib, birini ikki qila olmay, atiganda topsa kechdi yo'q, kechdi topsa atiganda yo'q. Turmushning halakchiligida yashaydi va shunda yashashga majbur qilamiz demoqchi Xitoy.
Şundaq boldy.